Başlaymayız vatandaş. Çislakı bir 2024 yılı 1. ayının 8. gün haftaya düşenbe. Kurallık sakçı kısımla doktorxanası her qaysı ölk şehirle yerlik doktorxanalarının hamısı adamını tirek turguzup işki organlarını tirek kesibiliş operatsiyasıga qatnışıp zor payda algan doktorxanalardır. Doktor Jingje Jungogana zar torbitiga mındak korsatdi. Adamni tirek turguzup işki a'zolari organlarini tirek kesibilish çetiliş dairesi intayin keng. Çetiladigan adamlar intayin nurgun. Cinayet hem intayin çunqur bir hadisidir. Ameliyatı Jungo Kompartiyası ihtiyaç boyunca adam öldürdü. Yürüşleşken cedvelleri var. Jungo Kompartiyasının işki organlarını kesip elinediğin adamlarga ziyankeşlik kılışı katlam bütün memleketke kengaygan. Küçük ösmürlerden tartıp 60-70 yaşlı qırılağıca kengaygan. Bulanın hemmisi merkezleştirilip türmelerge solangan, nezarband kılıngan. Bulanın hemmisi işki organlarını iskilat merkeziga qaraşlaq. Bularning hammasi ishki organizm iskilat markaziga qarashli. Mening bilishimcha deydi doktor Jingje, Shenyang shahrida, Wuhan shahrida, ikki cho'ng shaharda odamning ishki organlarini tirek kesib elish va saqlash iskilati bor. Boshqa joylarda bunday iskilat bor. Zor ko'lamlik odam o'ldirishdan tortib hozirgi tartiblik odam o'ldirishgacha odamning ishki organlarini tirek turg'izib kesib elish, elib setish, shuning bilan Jungo Kompartiyasi Jungo xalqining oldida qonli qarzga bo'g'ildi. Doktor Jingje tadrijiy tushuntirib bunday ko'rsatdi. Atalmış tartiblik odam o'ldirish odam ishki organlari savdosiga qaratılgan. Aşkara baha qo'yish hozir Jungoning har qaysi joylaridagi qurolliq saqchi qismlar doktorxonasi, harbiylar doktorxonasi torbetlerinde odamning ishki organlariga qo'yilgan baholarni izlab topqili bo'ladi. Jigar o'pka ko'z monchig'ining bahası qancha izlab topqili bo'ladi. Doktor Jingje mundaq ko'rsatdi. Odamning ishki organlarini tirek turg'izib kesib oladigan ba'zi doktor odamlarga intayin inchga ishki organlarini tirek turg'izib tirek kesib ilinadigan odamlar xilma-xil bog'langan, qo'llariga chatma selingan, zincir selingan, bazıları urib yaralandırılgan. Bu ahvallarni Jungo Kompartiyasi tushuntirib berolmaydi. Nemişki bundaq ahvalda ularning ishki organlari kesib elinadi. Jungo Kompartiyasining deyishicha, ishki a'zo organlarini ixtiyoriy taqdim qildi deb turug'liq. Ularga nemişki bundaq zo'ravonlik bilan muomala qilinadi. Doktor Jingje mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi ishki a'zo organlarni taqdim qilishga munosabatlik nizomnoma e'lon qilgandan keyin odamning ishki organlarini tirek turg'izib tirek kesib oladigan doktor xodimlar, harbiylar va qurolliq saqchi qismlarning yerlik doktorxonalarning hammasi jinoyatchiga aylanadi. Jungo odamni tirek turg'izib ishki organlarini tirek kesib elish majburlash bilan elib beriladi. Chunki odamni tirek turg'izib ishki organlarini tirek kesib elish majburlash bilan elib beriladi. Qurolliq patrullar bularni nazorat qilib turadi. Sharqi shimolda, Harbinda, Chechixarda, ishki Mong'oliyada, harbiy doktorxonalarda her bir doktorxonada hem adamni tirek turg'izib, ishki a'zo organlarini tirek kesib elish bilan shug'ullanmoqda.
doktor Cengi mında qaşkarıldı. Mening Jungoning ishki qismidagi doktorlar bilan hozir aloqam bor. Men ularning xizmat ahvolidan to'liq xabardorman. Hozirdan qaraganda Kommunistik partiyaning jinoyatlari chekidan oshdi. Haqiqatan gumram bo'ladigan girvakka yetib keldi. Shunga nurg'un odamlar ehtiyot yo'li qoldirib o'tadi. Ularning hammasi odamni tirik turg'izib, ichki organlarni tirik kesib bilish jinoyatining intayin qabih jinoyat ekanligini biladi. Jungo xalqining bu jinoyatdan cho'qim hisob oladiganligini biladi. Bu jinoyat insoniyat biladigan va insoniyat bardoshlik bera oladigan har qanday jarohatdan, har qanday odam o'ldirishlardan, har qanday qirg'in qilishlardan olqib ketdi. Sol qo'ying, Uyg'uram, vatandoshim. Sual qo'ying. Elib ketilgan 2 millionlab, 10 millionlab elib ketilgan Uyg'urlar Xitoyga nega ketdi? Emgak o'zgartish va emgak almashtirish bahanasida elib ketilgan Uyg'urning qiz o'g'il farzandlari nega ketdi? Hozir turmalarda nazarband turayotgan Uyg'urning o'g'il qizning holi nechuk? Hali ahvoli nima? Hozir turmalardagi Uyg'urlarning ahvoli nechuk? Hali ahvoli nima? Tunigan Qirg'izistondan elib ketilgan 4216 nafar Uyg'urning holi nechuk? Ahvoli nima? Tojikistondan elib ketilgan 2500 nafar Uyg'urning holi nechuk? Ahvoli nima? Ular nada? Wuhandimi? Ular nada? Harbindimi? Ular nada? Chechxarda qurolliq saqchi qismlar doktorxonasi nazorat ostidami? Patronning qurolliq patronning nazorat ostidami? Ular nada? Stal ustiga yotqizildimi? Narkoz qilinmay uning qo'shig'iga va boshlariga doktorning pichig'i urildimi? Uning nola faryodi og'zi etek chiqmaydi. Xudo deb tovlamaydi. Ana, dada sen nada deyolmaydi. Vatandosh, bu Uyg'urning bugungi holidir. Butun dunyo qarab turib Uyg'urni setib o'tadi.